Assalomu alaykum. Musofirda yurgan aka-ukalar, mana bugun xudo xolasa navbatdagi reyslarimiz, komfortabilniy avtobuslarimiz xizmatda. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranlarda ishonchli nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Xudo xolasa hammanglar chiroyli qilib jo'natamiz. Kiraslarga barcha yaqin shaharlardan kelaverasizlar aka-ukalar. Shunaqangi komfortabilniy avtobuslar xizmatingizda bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa. Mana avtobusimizning ichki holatlari. Har bitta o'rindiqlarimizda zaryadniy ustroystvolarimiz bor. Sidinalarimiz mana ko'rib turganlarda pollijashli holatda yotadi, xudo xolasa. Sanapan odamlar bor ekan bunda. Ha, bor. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranlarda ishonchli nomerlarni qoldirib qo'yamiz aka-ukalar. Xudo xolasa hammanglarni chiroyli qilib jo'natamiz, bemalol kelaverasizlar aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Like tugmasini bosishni unutmanglar.